Assalomu alaykum. 2026 FIFA Jahon Chempionati yarim finalida Argentina va Angliya o'rtasida futbol muxlislari uzoq kutgan shiddatli bahs bo'lib o'tdi. Uchrashuv juda keskin, yuqori tempda va murosasiz ruhda kechdi. Angliya ikkinchi bo'limda hisobni ochdi. Shundan so'ng ular final yo'llanmasiga juda yaqin kelgandek edi. Ammo Argentina taslim bo'lmadi. Jamoa o'yin oxirigacha hujum qilishni davom etdi. 85-daqiqada Enzo Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda esa Lautaro Martinez bosh bilan gol urib, Argentinaga 2-1 hisobidagi dramatik g'alabani taqdim etdi. Lionel Messi esa jamoasini ruhlantirib, hal qiluvchi hujumlarda muhim rol o'ynadi. Shu tariqa Argentina ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionati finaliga yo'l oldi. Angliya esa 3-o'rin uchun bahs olib boradi. Siz bu ajoyib o'yin haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar, qiziqarli tahlil va tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Jasur Nur YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing, kanalni do'stlaringizga tavsiya qiling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.